Assalomu alaykum hurmatli saboqdoshlar. Tayba darsxonamizga xush keldinglar. Biz bugun i'rob darsimizning 20-darsini o'qiymiz. Bizning bugun o'qiydiganimiz 26-hadis. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Al-hadisus sadis wal 20 26-hadis. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. Bugünkü hadisimiz zikir, tesbih ve ondan başka sadiqininki türleri hakkında. Biz sadiqini fakat pul, mal dünya bilen bul deb qaraymiz. Amaliyotda bizning dinimiz undaq emas. Onda bo'lsa biz hadisning tarjimasini qilaylik. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu din rivoyat qilindi. U dedi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Kullu sulama minan nasi alayhi sadaqa." Kişilerden her bir boğumu aleyhi onun üstügüdür sadiqa. Yani kişilerin her bir boğumu için sadiqa lazım. Alanını ben lazım kerekli tercüme kılgan şundan o. Kişilerin her bir boğumu için sadiqa lazım. Kulla yevmin tatlu'u fihi şems. Her günü onun da kuyaş çıkan her günü. Her günü sadiqa lazım. Ondan olsa bu sadiqaların qanday ado qilib bo'lamiz? Ta'dilu beyne ithnayn sadaqa. İki adamның o'ttirusini ruslab qo'yishingiz sadiqa. Ta'dilu degan nima? Sulh qilib ikkisini yaxshilab qo'yishingiz degan gap. Ikki adovatlashib qolgan odamning o'ttirusini yaxshilab qo'yishin bir nima? Sadiqa. Ta'dilu beyne ithnayn sadaqa. İki adamның o'ttirusini sulh qilib qo'yish bir sadiqa. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqa. Wa tu'in ve yardım birisiz bir adamga onun uğluğuda. Yani bir adam uğluğu minenmi qalgan bolsa, qir acizadan bolsa, onu mindirib qo'ysiz. Fatahmiluhu, onu qadaq qo'ysiz, ko'tarib uningga ap qo'ysiz uning ustunga, alayha. Onu ko'tarib uning ustiga ap qo'ysiz. Aw tarfa'u lahu alayha mata'ahu. Yoki ko'tirsiz o adam uchun uning ustiga, yani uğluğunun ustiga o adamning yuk taqini. Sadaqa. Bu bir nima? Sadiqa. Bir adam mashinasiga bir narsa besib bulamay qolgan bolsa, shuni ko'tarib besib bergan bolsangiz, bu bir nima? Sadiqa. Wal kalimatu tayyibatu sadaqa. Güzel söz bir sadiqa. Xalqning qalbini jarohatlantirmaydigan chiroyli gap, siliq gap, uz gap, bu bir nima? Sadiqa. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salat sadaqa. Namozga mangan har bir qadamingiz sadiqa. Ve tumitul eza anit tariq sadaqa. Eziyetini yoldan ilivetişiniz bu bir nima? Sadiqa deydi. Demek bu hadiste sadiqaning türünü bizga nima qilib berdi, bayon qilib berdi. Sadiqa bo'lib qilish uchun chuqur bayolash shart emas. Yuqori qishlarning hammasi nima? Sadiqa. Unda bo'lsa hadisimizning mazmuni shu. Endi biz tarkib qo'yadigan nuqtaga kiramiz. Bizning bu hadisdan tarkib qo'ymoqchi bo'lgan nuqtamiz kullu sulama minen nasi aleyhi sadaqatun. Biz şu cümleyi terkip koyumuz. Onda olsa kullu nima bu yerda? Mubtada. Mubtada. Mubtada nima qo'ladi? Peşi qo'ladi. Qani peşkin alameti? Oshkora. Sulama. Shundaqla kullu nima? Muzafu mudaf. Sulama cho muzafun ilay. Muzaf ileyh nima qo'ladi? Zir qo'ladi. Qani zirlikning alameti taqdiran deymiz. Nimishqa? Chunki bu maqsur ism bo'lg'achqa. Minan nasi min harfi jar, an-nasi majrur. Zirlikning alameti oshkora. Alayhi ala harfi jar, hicho majrur, bu mabni zirlikning o'rnida deb qaraymiz. Sadaqa bu mubtada muakhar. Ondan sonra bununki xabar çoğusu aleynin buldu, aleyhi ilgir kelgan xabar, sadaqaning buldu, keyin kelgan mubtada. Aleyhi sadaqa, onun üstüge dor sadiqa. Yani sadiqa onun üstüge dor degandan keyin
Bu yerda alayhinin bo'ldi, ilgari kelgan xabar bo'ldi, sadaqaning bo'ldi, mubtada muaxxar bo'ldi. Peshning alomati nima? Oshkora. Undan keyin alayhi sadaqa degan ishga mubtada xabar jumla qo'shilib, kulluning nimasi bo'ldi? Xabar bo'ldi deymiz. Kulluning xabar bo'ldi deymiz. Unda bo'lsa sizga topshiriq berilgan mazmun kulla yawmin tatlu'u fihi ash-shamsu ta'dilu bayna ithnayn sadaqa. Kun chiqqan hamma kunda o'ngshab qo'yishingiz ikkining o'ttirisini degani ikki odamningki adovatlashib qolgan ikki odamning o'ttirisini o'ngshab qo'yishingiz, ya'ni sulh qilib qo'yishingiz bir sadiqa degan mushu jumla qanday qilasizlar? Tarkib qo'yisizlar. Bizning bugun o'qiydigan ikkinchi hadisimiz 27-hadis. Anin Nawas ibn Sam'an radhiyallohu anhu din u payg'ambar sallallohu alayhi vasallam din rivoyat qilib mundaq dedi. Qal al-birru husnul xulq wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a alayhi an-nas rawahu Muslim. Wa an Wabasa ibn Ma'bad radhiyallahu anhu qal ataytu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam faqal ji'ta tas'alu 'anil birr qultu na'am faqal استفتي قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن. Endi biz 27-hadisda o'qimoqchi bo'lganimiz gunoh degan nima, yaxshilik degan nima. Buni bir sog'lom tabiatdagi odam qanday qila oladi, bila oladi. Bu hadisda buni shuni bildirmoqchi. Nawas ibn Sam'an radhiyallohu anhu din rivoyat qilindi. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallam din rivoyat qilib Rasululloh mundaq dedi. Al-birru yaxshilik husnul xulq, go'zal axloqdir. Yaxshilik nima? Go'zal axloqdir. Wal ithmu ma haka fi sadrik. Gunoh sizning ko'nglingiz, sadr degan gap ko'krak degan gap, sizning ko'nglingizda, ya'ni qalbingizda ikkilangan, taraddud qilgan narsa. Haka degan gap taraddud qildi, ansizlash degan gap. Ansizlashgan narsa va karihta ayyattali alayhi nas va yomon ko'rdingiz xabardor bo'lib qilishini u narsaga kishilarning. Ya'ni kishilarning xabardor bo'lib qilishini, kishilarning ko'rib qilishini, kishilarning bilib qilishini yomon ko'rgan ishingiz nima bo'ldi? Gunoh bo'ladi. Gunohning ikki xil alomatini bayon qildi. Birisi qalb oromsizlashgan narsa. Ikkinchidan xalqningki, kishilarning ko'rib qilishini yomon ko'rgan ishimiz. Adam yaxshini xalqning ko'rishini yaxshi ko'radi. Shundaqmi? Gunohni xalqning ko'rishini yomon ko'radi. Va Vabisa ibn Mat'ad radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindi. Dedi, keldim men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan qashqa keldim. An dedi Rasululloh, "Ji'ta tas'alu anil birr." Yaxshilik to'g'risida so'rab keldingiz? Dedim men, "Ha" dedim. Dedi Rasululloh, "Istafti qalbak." Qalbingizdan so'rang. Al-birru matma'annat ilayhi an-nafsu. Yaxshilik ko'ngil uningda arom topgan narsa. Matma'annat ilayhi an-nafsu. Ko'ngil nafs degan nima? Ko'ngil uningda arom topgan narsa. Watma'anna ilayhi al-qalb. Qalb uningda xotirjam arom topgan narsa. Wal ithmu ma haka fi an-nafs. Gunoh ko'ngilda oromsizlashgan va taraddada fi sadr va qalbda ikkilangan narsa. Qilaymi, qilmaymi? Va in aftaka an-nasu. Garchi kishilar sizga fatvo bergan bo'lsa-mu va kishilar fatvo berdi ular sizga. Bu bir ta'kidlash uchun kelgan. Kishilar sizga bo'tu bo'lmaydi deb fatvo bergan bo'lsa-mu, siz o'zingizning ko'nglingizdan bir yil tortmaganlikqa, bir yil xotirjamlashganligingiz uningki ifmi, gunoh ekanligining bir dalili deydi. Demak, bu bir sog'lom qalb egasi bilan sog'lom bo'lmagan gunoh ma'siyatga cho'mgan bir qalb egasiningki o'ttirisidagi bir farqini ko'rib olg'ili bo'ldi. Endi gunoh ma'siyatga cho'mib ketgan nurg'un gunohlarni hech qanday qalbida bearam bo'lmasligi mumkin. Ammo hech qanday gunohga yaqin bo'lmagan odam hukmini bilmasa-mu bir gunoh ishlamasa uchrab qolsa, ko'ngil topmasligi mumkin. Mana bu sog'lom qalbning bir alomati. Hadisning mazmuni mushu. Endi biz bundan tarkib qo'yilgan o'rnimiz val ifmu ma haka fi sadrik. Gunoh sizning qalbingizda qanday qilgan xotirjamsizlashgan, ansizlashgan narsa. Endi val ifmu deganimi istinofning harfi, ya'ni boshlash uchun kelgan. İfmucu mubtada, peşkin alameti aşkara peş. Ma hakadaki ma ism mavsul,
Bu mebni nimelik o'rinda? Peşlik o'rinda. Nimaga peşlik o'rinda? Çünkü bu haber. El ifmunun nimasi? Xabari. Haka fi'l madi ziverge mebni faile tikidi yushrun taqdiran huwa nefsikedeki fi harfi cer nefsi ismi mecrur nefsi şundaqla muzaf kap muzafun iley. Bunun zilikning alameti zilikning o'rnida deb qaraymiz chunki kapni bo'lganligi uchun mabni domir bo'lganligi uchun deymiz. Unda bo'lsa sizlarga bu yerda topshiriq berilgan o'rin va in aftaka nasu aftauka. Sizlar buningga tarkib qo'ysizlar. Bu sizlarga topshiriq. Unda bo'lsa vaqtdoshlar bugungi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب